erishganidan murabbiy deyarli oila a'zosiga aylanib qoldi. Katta rahmat, siz ajoyib ish qilyapsiz. Xush kelishib. To'g'risi. Bunchalik uzoqni o'ylamagan edim. Negadir xayolimga shu fikr keldi. O'sha pullarga sakrash qanday edi? Yaxshi, seni navbat ko'raman. Bu yerdan chiqishni xohlamayman. Nima gap? Bu seni murabbiy do'sting. Ularning do'stligi shunchalik kuchli bo'lgani uchun keyin sodir bo'lgan voqea mening videolarimdagi eng dahshatli bo'ldi. Edi, shuni aytsam. Ammo menda rostdan achinarli xabar bor. Buni senga aytish meni chekimga tushganidan afsusdaman. Murabbiy o'g'il kecha o'z xonadonidan o'lik holda topildi. Yo'q. Bu sening shaxsiy murabbiying, o'g'il. Demak, ixcham yigitga aylanaman, ha? Albatta. Qornimni